Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlarining yig'in xotirasi oshkorlandi. Yaqında Sharq Turkistondagi ma'lum Xitoy amaldorlarining yig'in jarayonidagi ovoz hujjati tarqalgan bo'lib, Xitoyning vahshiylarcha tutqun qilish harakati oshkorlangan. Ovozliq yig'in xotirasidan ma'lum bo'lishicha, faqat Ma'arif nazoratida 100 ga yaqin kishi qo'lga olingan. Atalmish Xinjiang universitetining mudiri, Pedagogika universiteti sekretari, Qashqar universitetining mudiri va muavin mudiri, Xotan Pedagogika oliy texnikumining mudiri va muavin mudiri qatorliq nurg'unlagan universitetlarning rahbarlari qo'lga olingan. Undan boshqa bir qism Xitoy amaldorlari bostirish xizmatini yaxshi ishlamaganligi uchun vazifasidan qoldirilgan yoki yo'tkib etilgan. Xitoy amaldorlarining so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, Tibbiy universitetining maktab mudiri Xalmurod G'upurga Turkiya bilan birlashib davlat qurmoqchi, o'zi prezident bo'lmoqchi degandek tuhmatlar chaplangan. Shundaqla universitet o'qituvchilarining Xitoy bilan moslashmay 200-limichilik qilganligi bildirilgan. Bulardan sirt darslik materiallarining, hatto tibbiy universitetdagi kasbiy darsliklarning qattiq tekshirishdan o'tkazilganligi, Uyg'urlarning milliy tuyg'usini kuchaytiradigan barliq mazmunlarning yo'qotish obyekti qilinganligi bildirilgan. Erkin Samatni o'ltirganlarning salohiyati oshkorlandi. 10 noyabr İstanbulning Fatih rayonida yuz bergan Erkin Samatga qurolli hujum qilish voqeasiga aloqador 3 kishining salohiyati oshkorlandi. 3 gumondor Turkiyaning Adana shahrida tutilgandan keyin soqchilarning to'xtamay so'roq qilishi natijasida Qirg'izistonlik Ahmad Aliyev, Abdullah Anvar qatorliq 2 jinoyat gumondorining Suriyadagi An-Nusra tashkilotidan parchalanib chiqib, boshqa bir guruhga qo'shilganligi, Suriyaning saxta yo'l xati bilan 2017-2018 yillari Turkiyaga kelganlar ekanligi, Erkin Samatni Suriyaning Idlibdagi terrorlik tashkilotining talabi bilan $1000 o'ltirganligi oshkorlandi. Bulardan sirt ularning Erkin Samatni o'ltirish uchun 2 hafta ilgari Istanbulga yetib kelganligi va Erkin Samatni muvofiq vaqtda o'ltirish uchun 3 kun keyniga tushganligini, Erkin Samatni o'ltirgandan keyin Suriyaga qochish uchun Konyaga berib, bir Suriyalik Arab kishi bilan uchrashganligi, orqadan Turkiyaning Hatayga berish uchun Adana Mersin yo'lida Suriyalik Ali Ispak haydigan ADF 250-31 nomer taxtliq mashinada tutilganligi oshkorlandi. Jinoyat gumondorlarini aqtirish jarayonida 6 telefon, 7 er, 6 ayolning saxta yasalgan Suriyaliklarga beriladigan vaqtliq qo'g'dash kimligi, pasport va shofirlik kenishkalari chiqqan. Qirg'izistonning Istanbulda turishliq bosh konsuli Erkin Samatning o'ltirilish voqeasi sababli vazifasidan elib tashlandi. Qirg'izistonning Istanbulda turishliq bosh konsuli Erkin Sopokov 10 noyabr kuni Istanbulda Erkin Samat ismli Uyg'ur tijoratchining etib o'ltirilish voqeasiga chetilib, vazifasidan elib tashlangan. Erkin Samat 10 noyabr kuni kech soat 8larda Istanbulning Fatih rayonidagi bir mehmonxonaning choyxonasida choy ichib o'tirganda qurolli 2 kishi tomonidan etib o'ltirilgan. Gumondorlarning qotillik qilmish muddaosi hozir qadar sir bo'lsa-mu, lekin Erkin Samatning Qirg'iziston bilan bo'lgan savdo munosabati, shundaqla u o'ltirilgan jinoyat maydonining atrofidan Qirg'iziston konsulxonasiga oid to'xtatib qo'yilgan bir avtomobilning tepilishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan edi. Ma'lum bo'lishicha, Erkin Samat ilgari Qirg'izistonning Batkent rayonida Abduriz nomli shirkat qurib, savdo bilan shug'ullangan ekan. Ba'zi xabarlarda Batkentdagi Qirg'iz-Xitoy savdo bozorining uningga taalluq ekanligi, uning oltin savdosi qildiganligi, uning yaqinqi bir qancha oyda Qirg'izistondan chet el bankasiga nurg'un dollar yo'tkiganligi ilgari surilgan edi. Azotlik radiosining oshkorlashicha, qotillik maydonining atrofidan tepilgan avtomobil Qirg'izistonning Istanbulda turishliq bosh konsuli Erkin Sopokovning avtomobili ekan. Turkiyadagi Hurriyat qatorliq gazetlar ilgari bu avtomobilning qotillik voqeasi bilan aloqasi yo'qligini ilgari surgan bo'lsa-mu, lekin Sopokovning bu voqea sababli vazifasidan elib tashlanishi kuzatuvchilarda Turkiya taratqullarining yuqorqi xabariga qarata gumon qo'zg'amoqda. Azotlik radiosining xabarida qayd qilinishicha, Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov 12 noyabr kuni buyruq tushirib, Erkin Sopokovni vazifasidan elib tashlagan.
Qirg'iziston Tashqi ishlar ministrligi shu kuni e'lon qilgan bayonotida avtomobil Sopokovga oid bo'lsa-mu, lekin avtomobilning taxti nomeri Qirg'iziston konsulxonasining nomida qonunsiz tizimga elinganligini ilgari surgan. Navbatda Qirg'iziston taratqullarining mazkur voqea haqidagi xabarlarda asosliq tema Erkin Samatning nima uchun o'ldirilganligiga emas, balki uning chet elga qonunsiz pul yotkash, pul yuyish bilan ayblanganligiga qaratilmoqda. Bu vaqtdagi xabarlarda uning yaqinqi vaqtlarda Qirg'izistondan 11 chet el banki hisob nomeriga 646 million dollar yotkiganligi ilgari surilgan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Turkiya amonlik organlari qotillik voqeasiga chetishlik 3 kishini tutqun qilgan. Tutqunlarning ikkisi Qirg'izistonlik, biri Suriyalik ekan. Turkiyadan Sharqi Turkistonga tekshirish hay'ati yo'lga chiqadi. Uzundan buyon Turkiya hukumatining kun tartibida bo'lib kelayotgan Sharqi Turkistonga tekshirish hay'ati avatish ishi oxirgi bosqichga keldi. Sharqi Turkistonda Xitoy tarafidan ijro qilinayotgan bostirishlarni naq maydonda ko'zatish uchun mangadigan hay'atga yetkazilishi uchun Turkiya Cumhuriyeti Cumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'anning ta'limoti bilan bugun Istanbul ichida faoliyat qilayotgan barliq Sharqi Turkiston ommaviy tashkilotlarining vakillari Istanbul ijtimoiy tashkilotlar mudirligiga chaqirtildi. Suhbatda har qaysi tashkilot vakillari har xil taklif fikrlarda bo'ldi va hay'atning Sharqi Turkistonda diqqat qilishga tegishli ishlari haqida fikr bildirishdi. Ikki Cumhuriyatni xotirlash marosimi Turkiya Bursa shahrida dag'dug'liq o'tkazildi. 1933 va 44-yillar 12 noyabrda qurilgan Ikki Cumhuriyatni xotirlash marosimi Turkiyaning boshqa shaharlaridagiga o'xshashla Bursa shahrida dag'dug'liq o'tkazildi. 12 noyabr kuni Turkiyaning Uyg'ur o'quvchilar eng ko'p shaharlaridan biri hisoblanadigan Bursa shahrida Ikki Cumhuriyatni xotirlash marosimi dag'dug'liq o'tkazildi. Marosim Turkiya Cumhuriyati bilan Sharq Turkiston Cumhuriyatining istiqlol marshini o'qish bilan boshlandi. Bu dokulat berish yig'inini Bursa shaharlik hukumat, Bursa Texnologiya universiteti va Uludağ universiteti Turk dunyosi tadqiqot markazining qo'llashi bilan Uludağ universitetida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar jamiyati uyushtirgan. Marosimga Bursa shahridagi Uyg'urlardan sirt Uludağ universitetining o'qituvchi o'quvchilari, ommaviy tashkilot mas'ullari, har qaysi partiyalarning Bursadagi vakillaridan bo'lib 600 atrofida kishi ishtirok qilgan. Uludağ universiteti o'qituvchisi doktor Erdem Özdemir riyosatchilik qilgan ilmiy dokulat berish yig'inida hozir hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi parlament a'zosi advokat Osman Mastan apandi, Bursa Uludağ universiteti qonun fakulteti mudiri professor Mahmad Yuja apandi, Yusuf Yüzlükler jamiyati raisi Veysel Ashqan apandilar dokulat berdi. Yig'inda alohida taklif bo'yicha dokulat bergan Izmirdagi Aga universiteti professori doktor Alimjon Inoyat apandi yig'in to'g'risida ma'lumot berdi. Bu yil Turkiyaning nurg'un joylarida har xil usullar bilan Sharq Turkiston Cumhuriyatlari xotirlanmoqda. Xotirlash faoliyatlarida 1933 va 44-yillar qurilgan ikki Cumhuriyat antilib qolmasdan Uyg'urlarning yaqinqi yillardan buyongi og'ir vaziyati, shundaqli jazo lagerlari masalasi o'tirg'i qo'yilmoqda. Professor Alimjon Inoyat apandi yig'inda jazo lagerlari masalasida to'xtalganligini bayon qildi. Xitoyning Hikvision shirkatining nazorat kameralarini Uyg'urlarni farqlantirish iqtidoriga ega deb bozorga selayotganligi oshkorlandi. Xitoyning Haykang, ya'ni Hikvision shirkati Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi digital ta'qiblash sistemasi qurilishi bo'yicha nurg'un qurilish turlarini huddiga elib, hukumatning Uyg'urlarni ta'qiblash ishlariga yaqindan hamkorlashish bilan tonilgan ikki cho'ng shirkatning biri. Yaqinda bu shirkatning o'zining nazorat kameralarini ochiq-oshkora holda Uyg'urlarni farqlantiraydi deb turib bozorga selayotganligi oshkorlandi. 11 noyabr kuni Amerikadagi Pan-texnika va uchur texnikasi tadqiqot to'rbeti bo'lgan IPVMning to'r xabarlarida oshkorlashicha, Hikvision shirkati o'zining Xitoydagi to'rbetida DS2CD7A tipliq aqliy iqtidorli kameralarning iqtidorlari tunishtirilgan qismida bu kameralar millat farqini ayriya oladi. Masalan, Uyg'ur, Xitoy degandek to'g'riliq nisbati 90% ga yetib boradi degan jumlalarni ishlatgan. Bu yuqoridagi texnika xabarlari to'g'ri bo'lgan IPVMning diqqatini qo'zg'ab, ular bilan aloqalashgandan keyin Haykang shirkati darhol bu e'lonni to'rbetidan o'chirib o'tgan. Mazkur xabar e'lon qilingandan keyin Twitter qatorliq ijtimoiy taratqularda kuchli inkas qo'zg'adi.
Nurg'un kishilar bu ahvolning to'limi qo'rqinchli ekanligini bildirib, buning kelajakda dunyoga keng yeyilishining to'limi xatarlik oqibat paydo qilganligini bildirdi. Qisqa vaqt ichida nihoyat zo'r kirim qilgan Hikvision shirkati uzundan buyon xalqaro axborotlarning diqqatini qo'zg'ab kelayotgan edi. Tashqi siyosat jurnali o'tgan yili bu shirkatlar ustidan elib borgan tekshirishlar natijasida Hikvision, ya'ni Haykang va Dahua shirkatlarining Sharqi Turkistonda zo'r ko'lamlik nazorat sistemalari qurilishiga oid jami 11 qurilish turi bo'yicha 2 milliard dollardan ortiq foydaga erishganligi. Bu qurilishlarning ko'pinchisining 2017-yili elib berilganligini oshkorlagan. Ularning aytishicha, bu shirkatlarning yolg'iz Yakan noyasidagi nazorat kameralari qurilish turi bo'yicha olgan foydasi 686 million dollar ekan. Hikvision shirkati o'zi yolg'iz Urumchiga o'rnatilgan 30 ming kamera qurilishini huddiga olgan bo'lib, faqat mushu qurilishning o'zila 79 million dollarga yaraydi ekan. Yuqoridagi shirkatlarga o'tkazib berilgan qurilish turlari bexatarlik kameralardan sirt yana video ko'rinishlarini analiz qilish markazi, aqlli nazorat sistemasi, cho'ng sonliq ma'lumot markazi, soqchi punktlari va uchquchsiz aeroplan qatorliqlarini o'z ichiga oldi ekan. Bu yil 7-oktyabr kuni Amerika hukumatı Uyg'ur qatorliq millatlarning kishilik huquq dafsandichiligiga chetilgan 28 Xitoy shirkatini qora tizimlikka kirgizgan bo'lib, ularning biri Hikvision shirkati edi. Amerika Savdo ministrligi bu yil oktyabrda Amerika shirkatlarini ularning mahsulotlarini va mulozimatlarini sotishdan cheklagan edi. Qirg'izistonda ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyati uyushtirildi. 20-asrda Uyg'ur xalqi milliy kurash qilib, ikki qatim o'z jumhuriyatlarini qurgan. Butun dunyoda har xil faoliyatlar bilan tabriklanayotgan shonliq ikki jumhuriyatimiz Qirg'izistonda tabriklandi. Qirg'iziston Uyg'urlari 12-noyabr kuni Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Alamedin bir mahallasining madaniyat uyida ittifoq jamiyatining uyushtirishi bilan ikki jumhuriyatni xotirlash faoliyati o'tkazdi. Murosimga 1944 va 49-yillardagi milliy inqilob qatnashchisi Sabiq Sharq Turkiston Jumhuriyati Milliy armiya jangchilari Ablamet Bakri va Abdurashid Salimovlar qatnashdi. Shundaqla Bishkek shahri va uning atrofidagi yezi shaharlardan kelgan Uyg'ur jamoatidan bo'lib 300 ga yaqin kishi qatnashdi. Mazkur faoliyat Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Asqar Qosimovning riyosatchiligida elib berildi. Erdo'g'an bilan Trump Oqsaroyda qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Turkiya Cumhuriyeti prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Xabarda Erdo'g'anning Amerikadagi ziyorati jarayonida Trump bilan ayrim va hay'atlar aro uchrashishlarda bo'lgandan keyin Trump bilan birlikda qo'shma axborot e'lon qilish yig'ini ochganligi bildirildi. Erdo'g'an bayonotida 29-oktyabr Amerika Avam palatasida atalmish Armani irqiy qirg'inchiligi haqida qaror chiqarilishi Turkiya xalqini qattiq ranjitdi. Turkiyaning qaddi rus, yuzi yo'ruq, o'ziga bo'lgan ishonchi to'liqdir. Armeniya tarafga bu masalani o'rtaq tarix tadqiqot komitetining vasitasi orqali tadqiq qilib, aniqlab chiqish to'g'riliq sungan taklifimiz hozirmi kuchga ega. Buningdan 104 yil ilgari urush sharoitlarida yuz bergan voqealar haqida qaror chiqarish siyosatchilarning emas, aksicha tarixchilarning ishidir. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Suriya krizisini uzil-kesil hal qilish uchun Amerika bilan hosil qilingan kelishimga to'liq rioya qilib kelyapmiz. Darvaqa Amerikaning bu haqda rayondagi eng ishonchli sheriki Turkiya bo'lib hisoblandi. Prezident Trump bilan Turkiyaning milliy bexatarligiga tahdid selayotgan terrorlik tashkilotlariga qarshi kurashda har ikki tarafning irodasining qat'iyligini o'ttirg'a qo'ydim. Trumpga Fathullahchi terrorlik tashkilotining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mavjudligiga xotima berish talabimni takrorladim. Munosib taklif sunilgan taqdirda Amerikadan vatanparvar nomli boshqariladigan bomba setib olishimiz mumkin. Turkiyaning Amerika bilan bo'lgan diplomatik munosabatlarida uzunga so'ziladigan ittifoqdoshlik ruhiga uyg'un holda yangi bir sahifa ichish irodasi qat'iy deganlarini bildirdi. Trump bayonotida munolarni bildirdi. Ziyorat munosabati bilan Prezident Erdo'g'anga rahmat aytaman. Uchrashda Suriya krizisi Turkiya Rossiyadan setib olgan S-400 boshqariladigan bomba mudofaa sistemasi ikki davlat o'rtasidagi savdo ko'lamini 100 milliard dollarga yetkazish qatorliq ikki taraf munosabatiga aloqador masalalar haqida muzokaralashdik va nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. F-35 tipli kurashchi aeroplanlar masalasini hal qilish yo'lida nihoyat zo'r tirishchilik ko'rsatmoqdamiz. Turkiyaning terrorlik tashkiloti Daeshga qarshi kurashda biz bilan hamkorlashganligi uchun Prezident Erdo'g'anga rahmat aytaman. Turkiya bilan Amerikaning ittifoqdoshlik munosabati Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti va O'rta Sharq rayoni uchun nihoyat muhim bir kuch.
Germaniyada jasusluk maktabi ochildi. Germaniyada yangi ochilgan bu jasusluk maktabi to'liq o'rta va universitet o'quvchilarini qabul qiladi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha 1947-yildan 91-yilgacha davomlashgan so'g'uq urush davrida jasuslar shahri deb tanilgan Germaniyaning poytaxti Berlinda kelgusi yangi avlod jasuslarni yetishtirish uchun yangi bir maktab ochildi. Germaniya istixborot idorasi poytaxtdagi bu maktab orqali ichki va tashqi istixborot otryadlarining chiqimlarini to'vallatishni nishon qilmoqda. İstixborot xizmatlari Ma'arif markazi Zenaf deb atalgan bu maktabning taxminan 700 o'quvchiga maxfiy kuzatish, qonun, so'roq qilish texnikalari, tor hujumlarga qarshi kurash, uchur aloqa bilimlari texnikasi qatorliq sohalar bo'yicha dars beradi. Germaniya Federatsiyasi istixborot tashkiloti BND bilan davlatning ichki bexatarligiga mas'ul Federatsiya davlat asosiy qonunni qo'g'dash tashkiloti BFV o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va uchur aloqani yuqori ko'tarishmi bu yangi ochilgan jasusluk maktabining nishonlari qatorida ekanligi bildirildi. Chunki o'tmishda bu ikki organning ba'zi arxivlarni o'zaro hambaharlashmaganligi oshkorlangan edi. Bu maktab to'liq o'rta va universitet o'quvchilarini qabul qiladigan bo'lib, o'rnining tashqi istixborot tashkiloti BNDning mush yil ochilgan yangi markaziy binosida ekanligi qayd qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ayetki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.